Nihoyat Zinedin Zidan o'z orzusiga yetishdi. Oxirgi 4-5 yil ichida millionlik takliflarni rad etgan afsona Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyligiga taklifni intizorlik bilan kutganini tan oldi. Esingizda bo'lsa, u Real Madridga birinchi kelishda, ya'ni 2016-2018-yillarda ketma-ket 3 marotaba Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritgandi. Zidanning Realga ikkinchi bor kelishi, ya'ni 2019-2021-yillarda, o'sha payt esingizda bo'lsa, jamoa inqirozda edi va mana shu inqirozdan aynan Zidan olib chiqib ketganda, o'sha yillarda u La Liga va Ispaniya Superkubogida zafar quchgandi. Va e'tiborli jihati 2021-yildan boshlab Zidan na bir klub yoki na bir terma jamoa taklifini qabul qilgani yo'q. U aynan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiy bo'lishni orzu qildi, niyat qildi, kutdi. Kamida 4-5 yil davomida u hech qaysi takliflarni ko'rib chiqqani yo'q va nihoyat Zidan o'zining orzusi, niyatiga yetishdi. Endi shu joyda birgina savol, bilasiz, Zidan Realdan boshqa hech qaysi jamoani boshqarmagan. Siz nima deb o'ylaysiz? Zidan xuddi Realdagi muvaffaqiyatini Fransiya terma jamoasida ham takrorlay oladimi? Buni izohlarda yozib qoldiring.